Sanfereni tarixi 2007-yildan boshlangan. Shu yil Tojikistonda Pepsi kompaniyasi bilan dogovor qildik. Bu yerda o'zi nima ishlab chiqariladi? Korxonada umumiy 78 tur mahsulot ishlab chiqariladi. 15 xil turdagi vitrina xolodilniklarimiz. 50 litrdan boshlab 1100 litrgacha 2 eshikliklar. Bitta mana shu qismi bizlarga import. Qolgan mana ko'rib turgan hamma detallaringiz o'zimizda ishlab chiqariladi. 90-95% avtomatizirованный rejim. Bir dona operator boshqaradi, 56 ta operatsiya bajariladi. Agarda testdan o'tmasa-chi, Maxsus utechka skatel degan aparatimiz bor. Germaniyadan keltirilgan. Bu aparatimiz mikro utechkani aniqlab beradi. Uni aldab bo'lmaydi. Hozir yangi loyihamizni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi edik. Bu o'tgan oy eksklyuziv ekanda bizni kelishimiz, energiya tejamkorligi qanday? Eng yuqori samaradorliklariga plyus bo'ladi. yana bitta plyusimiz bor. Bu davotchik dveri deyiladi. Eshik o'zi yopilayotgan. Korxonamizga 917 ta ishchimiz bor. Kompaniya представители kelib bizga shu 5 ta sertifikatni topshirib, bitta zolotoy sertifikat berdilar. Mana shu mahsulotlarni sotib olmoqchi bo'lsa, qayerga murojaat qilish kerak? Termizda bo'lasizmi, Xivada bo'lasizmi, Toshkentdami? Ko'nglingiz to'q bo'lib o'sha mahsulotni olishingiz mumkin, chunki hamma joyda narximiz bir. 3 yil to'liq kafolati bor. Kelgusi yili eksportimizni 2 barobar oshirib, 20 million dollargacha yetkazish niyatimiz bor. Bugun biz ko'pgina uylarda mavjud yoki savdo do'konlarida mavjud mana bunaqangi Clio brendidagi muzlatgichlar, gaz plitalar, sovutgichlar, ushbu maishiy texnika vositalarining qanday ishlab chiqarish jarayonlari bilan yaqindan tanishamiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, O'zmet yana sizlar bilan. Loyihamizni bu galgi sonida Samarqand viloyati Urgut tumani, Urgut erkin iqtisodiy zonasida joylashgan Sanferi kompaniyasining ishlab chiqarish faoliyati, eksport salohiyati, innovatsiyadagi erishgan yutuqlari bilan yaqindan tanishamiz. Sanfereni tarixi 2007-yildan boshlangan. Boshida Sanferi import bilan shug'ullangan. Kichkina ikki ko'zi gaz plitalar, keyin dudburon ketgan, keyin katta gaz plitalarga o'tib ketib import boshlangan. Undan so'ng 2012-yil Sanferi korxonasi ochilgan. Boshida Turkiyadan import bo'lib, yig'ib kelingan gaz plitalar, dudburonlar, undan so'ng ishlab chiqarish boshlangan, mahalliylashtirib. Undan so'ng 2017-yilda vitrinli sovutgichlar boshlangan, maishiy sovutgichlar, morozilkalar, undan so'ng pilisos va hokazo ishlab chiqarish boshlangan. Korxonaning umumiy maydoni 144 ming kvadrat metrga ega bo'lib, ichidan 56 mingga ishlab chiqarish va omborxona maydonlari. Biz vitrina ishlab chiqarish sexiga keldik. Bu yerda o'zi nima ishlab chiqariladi? Bu yerda 15 turdagi vitrina xolodilniklarimiz. 50 litrdan boshlab 1100 litrgacha 2 eshikliklar. Bu sexni nachalniki bor, Aziz Berdiyev. U kishi bir boshdan oxirigacha sizga ko'rsatib, tushuntirib o'tib, hatto savolingizga javob berib o'tarlar. Navbatdagi sayohatimizni Aziz aka bilan boshlaymiz. Shunaqa aka. Assalomu alaykum Aziz aka. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Aka, yaxshi. Dastlab xolodilniklarimizni birinchi chiqarishimizda vakuum formovka degan liniyamiz bor, seximiz bor. Bu оборудованиemiz Xitoy davlatidan keltirilgan, Turkiya davlatidan keltirilgan, har xil modellar bo'yicha belgilangan listlar keladi. Xolodilligimizning ichki shkaf qismi tayyor holatga keltiriladi. Sexda boshlanishi mana shu yerdan davom etadi. Bu Turkiyaning Gavdar Makina degan zavodi bor. Juda katta brend.
Clio kompaniyasi shu brend asosida ishlaydi va o'zlari ishlatgan texnologiyalarni bizlarga yuborishgan va biz shu texnologiyalardan foydalanib ishlab chiqaramiz ishlatgan mahsulotlarni. Xomashyo Turkiya davlatidan, Xitoy davlatidan ayrim xomashyolar keltiriladi. Qolgan xomashyolarimiz o'zimizda O'zbekistonda mahallashtirilgan xomashyolar, metal qismlari, granulalar o'zimizda ichki bozorda ham olinadi. Mahalliy xomashyolar necha foiz tashkil etadi umumiy olganda? Umumiy olganda 70-80% tashkil qilmoqda hozirgi kunda. Xorijdan keltirilayotgan asosan xomashyolarimiz xolodilligimizning ishlab turadigan kompressori, motorlari Italiya davlatidan dunyo tan olib turgan ishlatayotgan kompaniyalar, Embraco degan kuchli kompaniya bor, LG kompaniya kuchli kompaniya. O'shalar ishlatayotgan kompressorlarni biz ham xolodilniklarimizga qo'yib foydalanamiz. Hozirgi kunda vitrinali sovutgich seximizda 11 xildan ortiq model ishlab chiqarilyapti. Har bir modelimizni o'zining diametrlari belgilangan o'lchamlari bor. O'sha o'lchamlar asosida har bitta model etap-etap, birinchi bu dastlabki yig'u uchastkamiz. Bu yerda misol uchun vitrinali sovutgichimizda 390 degan modelimiz bo'lsa, o'sha 390 modelimiz mana yig'ilmoqda. Bundan keyingi bu yig'ilib birinchi etapda ko'rdingiz, ichki shkaf tayyor bo'ldi. Metal qismlari 100% o'zimizda kesilib, bukilib, kraskalanib, hammasi o'zimizda ishlab chiqariladi. Keyingi jarayonimiz birinchi zborkada yig'ilgan, tayyor bo'lgan xolodilniklarimiz korpusi har bitta o'zini modeli bo'yicha qoliplariga bor. O'sha qoliplarda o'zini belgilangan miqdorda hozirda dunyo standartiga, talabiga javob beradigan 3 xil komponent ishlatiladi. Pena hosil qilinadi. Buning vazifasi xolodilligimizni sovuqligini tashqariga chiqaravermaslik vazifasini bajarib beradi. Shu jarayon mana shu uchastkamizda davom etadi. Bundan keyin qolipdan chiqqan tayyor xolodilniklarimiz bular tozalanib, asosiy yig'uv liniyasiga o'tkaziladi. Bu yerda xolodilniklarimizni belgilangan har bitta ichki ulanish bo'lgan kabellari, yoritqich chiroqlari, eshigini ochilib yopilish petlilari, eshiklari, hamma qismlari, elektrokontrol tizimlari, hamma narsasi o'rnatilib, keyingi konveyer liniyasiga o'tkaziladi. Ko'rib turgan ichki tizimlar, mana shu kabellar hammasi o'zimizda ishlab chiqariladi. Plastmas detallar barchasi o'zimizda ishlab chiqariladi. Bundan keyin tayyor bo'lgan ko'rinishda xolodilligimiz oxirgi finishda ko'tariladi. U ko'tarilgandan keyin boya sizga aytdim, Yevropadan keltirilgan kompressorlarimiz xolodilniklarga o'rnatiladi va kondensator qismi bor. U kondensator qismlari ham o'zimizda o'rnatilib, o'zimizda ishlab chiqariladi, o'zimizda bo'yab berishadi. Ko'rib turganingizdek, mana shunaqa holatga keltiriladi. Bu yerda kompressor o'rnatiladi, elektromontaj ishlari qilinadi. Embraco brend, bu qaysi brend? Italiya. Buni hamma xolodilnik zavodlar shu bilan ishlashga harakat qiladi. LG u bitovoy xolodilligimizga qo'yilgan. Hozir yana yangi kompressor kelgan, Gubigel degan kompressor. U ham yaxshi kompressor, yaxshi firma. Bitta mana shu qismi bizlarga import. Qolgan mana ko'rib turgan hamma detallaringiz o'zimizda ishlab chiqariladi. Bundan keyingi etapimiz payvantlash. Payvantlash jarayoni tugagandan keyin bu xolodilligimizni ichidagi ortiqcha havolari so'rib olinib, vakuum qilinib, keyingi maxsus avtomatika orqali belgilangan modelni sovutib beradigan miqdordagi freonni quyib beriladi. Aziz aka, o'zi bu liniyalar qaysi texnologiyalar asosida qurilgan? Xitoyda kompaniyasi olib kelib, bizlarga mana shu konveyerli liniyani qo'yib berdi. Bu narsa hammasi avtomatlashtirilgan, sensorlangan. Bir kunda 450 ta xolodilnik ishlab chiqarish quvvatiga ega. To'xtamaydi. Konveyerimiz ko'rib turganingizdek yurib turadi. Bosqichma-bosqich keyingi jarayoniga o'zi ketaveradi. Har bitta jarayonda o'zini biriktirilgan xodimlari bor. O'qitilgan, o'rgatilgan. Bu bosqichdan keyin maxsus xona qilingan. Bu test sinov uchastkasi. Bu laboratoriya xonamiz maxsus xona tayyorlangan. Xona haroratida, qishda sovuq emas yoki yozda isib ketmaydigan haroratda har bitta xolodilniklar alohida qancha tok sarfini sarflayotgani, sovutish tizimi har bir minutda qanaqa sovutayotganligi belgilangan datchiklar asosida laboratoriyaga kiriladi. Bu laboratoriyamizning quvvati 30 ta xolodilnikda har bir soatda xolodilligimiz testdan chiqib ketaveradi. Bu jarayonda testdan aynan nimasi tekshiriladi? Energiya sarfi, sovutish tizimi va xolodilligimizni sovutish jarayonida yaxshi payvandlat bo'lganligi, belgilangan miqdorda freon quyilganligini aniqlash va buning utechka bor yo'qligini hamma narsa mana shu laboratoriya xonamizda aniqlanib, bu yerda monitor o'rnatilgan. O'sha monitorda har bitta jarayonni, har bitta vaqtini ko'rib turish imkoni bor. Agarda testdan o'tmasa-chi, kamchilik xato aniqlanganda, bu avtomatik tarzda bu xolodilligingizdagi xatosini aniqlashadi va qayta konveyerga yuboriladi. Va xato kamchilik tuzatilib, yana bu yerdan maxsus otika xodimimiz bor, sifat nazoratini tekshiradigan xodimimiz. Uning maxsus testdan o'tdi degan pechat asosida xolodilnik keyingi liniyaga yuboriladi. Maxsus utechka skatel degan apparatimiz bor, Germaniyadan keltirilgan. U apparatimiz mikro utechkani aniqlab beradi. Uni aldab bo'lmaydi.
testdan o'tgan xolodilniklarimiz, ichidagi tozalik ishlari olib boriladi. O'zbekistonning yirik ko'zga ko'ringan kompaniyalar bilan birga hamkorlikda ish olib boryapmiz. Faoliyatimiz mobaynida har xil turdagi ichimliklar firmalari bilan shartnoma qilganmiz. Ko'rib turganingizdek, Nashsat, Elsi, Chotqol, Family, Almas, Flavis, Al-Anor, Biolife o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan, qolaversa qo'shni davlatlarimizda ishlab chiqarilayotgan har xil turdagi yogurt mahsulotlari, sut mahsulotlari, ichimlik mahsulotlari uchun talablariga asoslanib ular bilan shartnoma qilib, xohlagan miqdorda ishlab chiqariladi. Bu yerda xolodilnik yuviladi. O'zimizning maxsus Clio brendimiz xolodilligimizni chiroyli ko'rsatish uchun maxsus nakleykalar yopishtiriladi. Undan keyin maxsus polkalar o'rnatiladi. Inson iste'mol qilinadigan mahsulotlar qo'yilganligi sababli to liniyadan chiqib kelgandan keyin o'sha qo'l izlari, ortiqcha sal kichik dog'lar tozalanib, qadoqlanish jarayoniga o'tiladi. Qadoqlash korobkalari ham o'zimizning zavodda ishlab chiqariladi. Tayyor bo'lgandan keyin belgilangan maxsus programma asosida programmaga kiritilib, keyin sotuv jarayoni uchun maxsus uchastkamizga yuboriladi. QR kod nimani anglatadi bu? Bu QR kod xolodilligimizning asl belgisi. O'zbekistonda har bitta burchagida bitta QR kodga teginib, bu xolodilnik haqida bemalol ma'lumotni ola olsangiz bo'ladi. Tayyor bo'lgan mahsulotlarimiz o'zining modellari bilan taxlab qo'yiladi. Taxlab qo'yilgandan keyin kun mobaynida o'zimizda tayyor omborimiz bor, katta omborimiz. Shu omborga ko'chiriladi. Shu ombordan viloyatlarimiz bo'yicha qo'shni davlatlarga, chet ellarga mana shu o'zimizning zavoddan to'g'ridan-to'g'ri ortilib chiqarib yuboriladi. Hozir yangi loyihamizni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi edik. Bu faxrlanayotgan narsamiz. Bu o'tgan oy. O'tgan oy eksklyuziv ekan. Eksklyuziv. Shunday. Yangi katta shu mini zavod sex qurildi. No Frost maishiy xolodilnik ishlab chiqariladi. Hozircha 2 turda 320 litr bilan 350 litr. Loyihani investitsiyasi $5 million aka. Yangi liniyalar qo'shiladi, yangi modellar, side by side degan 2 eshiklik bitovoy xolodilniklar, 4 taliklar, xudo xolasa katta planlar bor. Birinchi o'rinda O'zbekiston bozoriga yetkazamiz va eksportga chiqishga. O'zi O'zbekiston bozoriga yetkazdik, eksportga ham chiqdik. 90-95% avtomatizirованный rejim. Faqatgina OTK tekshiradi, qanaqadir ish vaqtida texnik taraflama bir tozalash kerak bo'lsa tozalanadi. Maishiy sovutgichlar ishlab chiqariladi bu liniyamizda. Bu no frost, muzlatmasdan sovutish yo'li bilan. Biz ishlab chiqarish texnologiyalarimiz ham qolgan bo'limlarga nisbatan zamonaviy va qulay, xavfsiz. Bu liniyalarimiz asosan Xitoy, Turkiyada. Bu yerda xolodilligimizda tashqi metall korpusiga ishlov berish jarayoni boshlanadi. Bir dona operator boshqaradi, 56 ta operatsiya bajariladi metall korpus o'ziga. Bu nima ishlarni qiladi? Robotda o'zi oladi, bukadi, kesadi, kerakli o'lchamga o'zi olib keladi, teshadi. O'sha 56 ta operatsiya shu bo'limdan bajariladi. Keyingi jarayon bundan chiqqandan keyin korpusga ishlov berish jarayoni bo'ladi. Korpusga mana bu trubkalar yopishtiriladi. Tashqi korpusi Xitoydan olib keltiriladi. Buni biz to'liq o'zimiz ishlov beramiz. Ichki plastik qismlari bu stereo granula shakliga keladi. Tix list bo'ladi. Tix listdan keyin vakuum formovka apparatlariga shu shaklga keltiramiz. Kerakli o'lchamga, kerakli razmerga biz o'zimiz chiqaramiz. U ham mahalliylashtirilgan. Buni seriyasi Koreya, Belgiya, Erondan keladi. O'zimizdan ham aralashtiriladi. O'zini komponentlari o'zini me'yoriga qo'shiladi. Buni mahalliylashtirish darajasi 40-45%. Ishlab chiqarish quvvati kuniga bir smenada 400 dona maishiy nofrost xolodilnik ishlab chiqarishga mo'ljallangan bu liniyamiz. Bu pena quyish liniyamiz bu yerda. Kerakli o'lchamda, kerakli grammda komponentlar qo'yilib, pena poliuretan qo'yiladi bu. Penadan chiqqandan keyingi jarayonimiz bu yerda ham yig'uv jarayonlari bo'ladi asosan. Boshqaruv panellari o'rnatiladi, pulchatillar o'rnatiladi, eshik qo'yishga tayyorlanadi, tozalanadi. Bundan keyin chiqqan eshiklarga tayyorlanadi. Keyin eshiklar qo'yiladi keyin. Ikkalasi birlashtiriladi. Bu xuddi hozir aytganimdek, ichki korpusni tashqi korpusga birlashtirib tayyorlaganimizdek, xuddi shuni eshigini, eshikning tashqi qismini ichki plastik qismiga birlashtirish, pena qo'yish jarayoni bo'yicha chiqamiz. Uplatnitel payka qilish jarayoni 100% mahalliylashgan bo'limimizdan biri bu. Bu defrost, vitrinali, no-frost xolodilniklarimiz barchasiga o'zimiz yetkazib beramiz. Eng oxiriga qadoqlash jarayoniga keldik. Qadoqlashdan oldin qadoqlashga tayyorlov jarayoni bo'lyapti bu yerga hozir. Artish, tozalash, O'zi tayyor, sotib olsa bo'ladi. sotib olsa bo'ladigan holatga keldi o'zi. Ochib ko'rsa bo'ladi. Ha, bo'ladi, albatta bo'ladi. Buni ahamiyati nimada? Muzlatgichlarimizdan yoki sovutgichlarimizdan farqi nimada? Buni muzlatgichi Morozelkasi yo'q buni. Bu faqat sovuq shamol bilan yaxlatib beradi. Hafta davomida tursa ham svij turadi. Haftalab tursa ham hech narsa qilmaydi. Shu uchun bozor
talabi. Shuni xohlagani uchun bu liniyani tashkil qilib, yangi turdagi sovutgich ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Qancha necha litrlik bu? 470 litrligi bor, 440 litrlik. Narxi qanday? 4 million, 4,5 million so'm atrofida. Odamlarning fikri qanday? Odamlar yaxshi, bo'lyapti, hozircha o'sib qilmayapmiz. A+ ekana, shu kategoriyani bir tushuntirib o'tsangiz. Eng yuqori samaradorliklariga A+ bo'ladi. Eng yuqori samaradorligi bo'lmasa, A+ qo'yilmaydi. Ani o'zi turadi. Ani o'zi turadi. Korxonada umumiy 78 tur mahsulot ishlab chiqariladi. Ichidan 33 turi gaz plita, 15 turi vitrinniy sovutgichlar, 10 turi maishiy sovutgichlar, 10 turi muzlatgichlar, 8 tur pilisoz va hokazo. Gaz plitalar, vытяжкалар xonadon uy uchun va Cleo brendida торгово-промышленный produksiya bu biznes uchun. FR brendi bu именно maishiy texnika ishlab chiqariladi. Maishiy texnika ishlab chiqaruvchilar ko'p. Shu o'rinda raqobat ham juda ham katta. Sanferini boshqa raqobatchilardan alohida ajralib turadigan jihati nimada? 15 turdagi vitrina xolodilnik ishlab chiqaramiz. O'zbekistonda hech kim bu kolичествоda ishlab chiqarmaydi. 50 litrdan boshlab mana katta 2 eshiklik 1100 litrlik xolodilniklarimiz. Shu yil Tojikistonda Pepsi kompaniyasi bilan dogovor qildik. Именно ana shu modelimizdan zakaz bo'ldi. 550 modelimizdan zakaz bo'ldi. Hozir yangi turdagi mana bundan 1000 tadan ziyod количество shu modeldan 300 tadan ziyod shu modeldan testoviy dogovor qilib отгрузка qildik. Fikrlari qanday bo'lyapti? 3 tur oy o'tdi. Kurs tegmasin, hamma довольный. Ikkinchi etap hozir xudo xolasa 3000 taga dogovor qilyapmiz. Bizda juda ham bir yaxshi politikamiz bor. Bizning kompaniyada konkurentlarni hech qachon minus taraflarni yoki yomonlash bo'lmaydi ham. Biz raqobat, lekin dushman emas. Endi xolodilnikka o'tsak, eshigini ko'ryapmiz va juda ham mustahkam alyuminiy ramadan. Bu sifatga, talabga javob beradi. Albatta. 2 sloylik mustahkam udaraprochniy kalyonli oynadan yana bitta plyusimiz bor. Bu davotchik dveri deyiladi. Eshik o'zi yopilayotgan. Bu nimaga kerak? Mana magazinda odamingiz keldi-yu, men napitka olyapman deydi. Eshigini ochdi. Napitkani oldi, ketdi. Ko'plarda ochiq qoladi. Bu avtomatik yopib ketadi. Da, sovuq chiqmasligi uchun, ko'chadagi issiq kirmasligi uchun. Keyin yana bitta yangilik, plotniy uplotnitelimiz bor. Ichidan yana magnitniy strushka urish boshladik. Magniti bor. Bu yopilganda undan ham mustahkam zich yopilishi uchun. Biron joy ochiq qolmasligi kerak. Umuman, da. Yana bitta ustunligimiz bor. Mana bu narsa isparitel deyiladi. Xolodilnik ichidan mana shu sovuqni beradi. Mana shu yerdan sovuq chiqadi, ventilyator aylantiradi bu sovuqni. Juda ham ko'p konkurentlarda arzon narsa emas bu. Bu yarimgacha qilinadi. Endi sovuq beradi, o'ziga yarasha shamol aylantiradi deganda. Bizlar esa именно shuni yergacha qilganmiz. Ahamiyat bersangiz, bu deganiki havo issiqda, napitka turibdi, yarimi isparitel bo'lsa, tepada turgan yaxtak bo'ladi. Lekin mana siz magazinga kirganingizdan ham ahamiyat bergan tursiz, ko'plar tepadan olib, pastdagini tepaga qo'yadi, almashtiradi. Chunki pastda turganlar uncha muzdek bo'lmaydi. Bu narsa shu narsaga yordam berib bartaraf qiladi. Hamma joyni birdek sovuq qiladi. И международный европейский kompressor Embraco ishlatamiz. Italyanskiy brend, Yevropada zavodi qurilgan, Xitoydan ham bor. Kim Xitoydan olib keladi? Bizniki Yevropadan. Shu ustunligimiz bor. Shu ustunlik orqasidan juda ham ko'p katta kontraktlar. Eng muhimi-chi, mana bu energiya tejamkorligi qanday? Energiya tejamkorligi A. Ba'zi holatlarda ko'rib qolamiz A+ deyiladi. Ba'zi holatlarda esa A deyiladi. Buning farqi nimada? A+ bu bo'lishi maishiy. Chunki hozir yangi liniyalaringizni ko'rdik, A+ ga ko'zim tushdi. Da, u no frost maishiy bo'lgani uchun ularda A+, ular undan ham ekonomikli. Lekin bu biznes uchun kerak bo'lgan mahsulot. Bu yerda rasxodi, motori mo'shinroq, hajmi ham juda katta, tushunasizmi? Shunga qaramasdan A'ga chiqqanmiz. Raqobatchilar bilan narxida qanday raqobat qila olamiz? Yildan yil ishlab chiqarishimiz oshyapti. 20 mingta chiqargan bo'lsak, o'tgan yil bu yil 40 mingta bo'lsa, mana kelasi yil 80 mingtaga. Shunchalik spros katta bo'lyapti. Ishlab chiqarishlar ham ko'payapti. Aholi ko'payapti. Eksportga chiqyapmiz. Ko'p yangi kanallar kelyapti. Mana ko'p ko'rayotgan bizni klientlarimiz tasdiqlab beradilar. Bozorda sifati bo'yicha juda yuqorida biz, narxi bo'yicha juda ham hamyon bo'lib.
Aziz aka, mana shunaqa statistika yuritganmisizlar. Bu O'zbekiston bo'ylab nechta do'konda mahsulotlaringiz sotilyapti? Marketingoviy analizimiz bor. AKB, OKB deyiladi. Bu общий klientskiy baza bor и aktivniy klientskiy baza bor. Общий klientskiy baza respublikamiz bo'yicha taxminan 3,5 mingtadan sal ziyod. Bizni присутствие AKB, aktivniy kim bilan ishlaymiz, qayerda mahsulotimiz bor, taxminan 2,5 mingtadan ziyod. Mijozlar mana shu mahsulotlarni sotib olmoqchi bo'lsa, qayerga murojaat qilish kerak? O'zbekiston bo'ylab har bitta viloyatda dilerimiz bor. Yillar davomida har bitta magazin, sitvoy magazinlar mana Ideya, Texnomart, Ishonch, bu sitvoy onlayn do'konlar, mana katta platformalarimiz yangi ochilgan uzun platformada ishlab kelamiz. Ular bilan ham ishlab yildan yil oborotimiz ko'payibdi. O'tgan yilga qaraganda bu yil 400% ga oshdik. Termizda bo'lasizmi, Xivada bo'lasizmi, Toshkentdami, ko'nglingiz to'q bo'lib o'sha mahsulotni olishingiz mumkin, chunki hamma joyda narximiz bir. 3 yil to'liq kafolati bor. Agarda 3 yil davomida qanaqadir bir nosozlik holatlar kelib chiqsa, qanaqa bo'ladi? Respublika bo'yicha общий bitta nomerimiz bor. 1169 ga telefon qilib, shu murojaatni qoldiradilar. 3 kun ichida servis xizmati ustasi kelib, to'g'irlab ketadilar. Bepul. Zavodskoy brak bo'lgan bo'lsa, joyida qanaqadir sложный remonti bo'lsa, o'zi mahsulotni olib ketadi, to'g'irlab yana olib keladi. Ko'plarda analiz qilib chiqdik, shanbagacha ishlaydilar, dushanbadan shanbagacha. Lekin bizda call center, servis xizmat haftasiga 7 kun ishlaymiz. Yana bitta ustunligi biz mahalliylashtirish, biz shu 70% dan ziyod bo'lganini, uni katta ustunlik beradi. Endi bozorimizda raqobatchilar ichida bu har bitta любой bitta detali qanaqadir problemaga duch kelsa, almashtirishga demak ehtiyot qismlari bor. Ehtiyot qismlar o'sha momentda almashtirish, muammosiz. Oynasi bo'ladimi, reshotkasi bo'ladimi, plastik joylarimi shu zahotiyoq o'zimiz ishlab chiqarib, shu joyiga yangi narsani qo'yamiz. ISO sertifikati, международный sertifikat. Bu Germaniyada Berlin shahrida joylashgan kompaniya. O'zining normativlari, normalari bor. Shu yil kompaniya представители kelib, bizga shu 5 ta sertifikatni topshirib, bitta tillor zolotoy sertifikat berdilar. Bizlar O'zbekiston bo'ylab 3 talikka kirdik. Bu sertifikat nima beradi kompaniyaga? Kontraktlarni zakljuchat qilish oson bo'ladi, chunki bu международный standart. O'tish qiyin. Buni hamma biladi, shu katta korporatsiyalar, kompaniyalar. Bu sertifikatga siz ega bo'lsangiz, siz ishonchga kirasiz. Nechinchi yildan boshlab eksport yo'lga qo'yilishni boshladi? Birinchi eksportimiz 2021-yil yo'lga qo'yildi. Birinchi kontraktni o'zim Tojikistonga borib, hurmatli prezidentimizni tashabbuslari bilan Made in Uzbekistan degan festivka bo'ldi. O'sha yerga borib, tadbirkorlar bilan tanishib, keyin bozorida yurib, reklama qilib, shu birinchi kontraktni Tojikiston bilan boshladik. Bugungi kunda Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Ozarbayjon, Rossiya, Afg'oniston hozir Gruziya bilan do'g'or qilyapmiz. Xudo xolasa Yevropaning bozoriga chiqishga harakat boshlangan. Eksport qilish sur'ati yildan yilga oshib borilyapti. Masalan, 22-yil biz bor yo'g'i $600,000 miqdorida eksport qilgan bo'lsak, 24-yilda ushbu ko'rsatkich $6 million ga yetdi. 25-yilda shu yili biz eksportni $10 million miqdoriga yetkazmoqchimiz. Kelgusi yili eksportimizni 2 barobar oshirib, $20 million gacha yetkazish niyatimiz bor. Hozirgi kunda korxonamizga 917 ta ishchimiz bor. 400 taday xotin-qizlarimiz ishlab kelyaptilar. 670 taga yaqin yoshlarimiz ishlab kelyaptilar. Kompaniya o'z zimmasiga olgan ishchilarimizni zavodgacha olib kelib va zavoddan chiqib uygacha olib borishni. Bir mahal issiq ovqat beriladi. Ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni ishchilarimiz foizsiz rasvochkaga olishi mumkin. Ishchilarni qabul qilgan vaqtimizga mehnat kodeksiga binoan ishchilar kelganiga so'ragan narsa boyagi pasport, 86-forma bo'ladi, INPS va mehnat uzidan vypiska kerak bo'ladi. Agar mehnat daftarchasi bo'lsa, mehnat daftarchasini oladi. Ma'lumotlarni o'rganish uchun yo diplom, yo
shahodatnoma talab qilinadi. Zavodga kelib murojaat qilsa yaxshi. O'zini ko'zi bilan kelib, zavodni sharoitlarini, ish joylarini ko'rsa yaxshi. Birinchi kun suhbat o'tkazib, zavodni ko'rsatamiz. Bitta zavodni, sexlarni ko'rib turib, o'sha yerga ishchilar nima qiladi, nima vazifalarni ko'rib turib, keyin nomzod o'zini qarorini aytadi bizga. Ishlayman desa agar, hujjatlarni rasmiylashtirib ishga qabul qilamiz. Sinov davri bilan ishchilarni ishga qabul qilamiz. Ya'ni birinchi toifali xodimlarimiz 3 million oylik bilan ishga qabul qilinadi va sinov muddati o'tgandan keyin attestatsiya bo'ladi. Attestatsiyadan texnik xavfsizlik va ish yuzasidan sex ustalari attestatsiya o'tkazadi. Yaxshi o'tkazsa attestatsiyani albatta oyligi ko'tariladi. Ikkinchi toifaliga o'tgandan keyin oyligi 3,5 million bo'ladi. Ishchilar kompaniya tomonidan qo'yilgan talablarni, shartlarni to'liq bajarsa agar, yana 500-1 milliongacha KPI rag'batlantirish qo'shimchasini olishi mumkin. Mutaxassis bo'lishni talab qilmaymiz. Bizga yosh qizlar, o'g'il bolalar kelsa, kasbini biz o'zimiz o'rgatamiz. Agar yaqin mana viloyatlardan ishchilar ishlayman deb kelsa agar, biz sharoit qilib beramiz. 20 ta odam Qo'shrabotdan keladimi, Navoiydan, Xatirchidan keladimi, ular uchun dam olish uchun biz joyni o'zimiz zimmamizga olib turib tayyor qilib beramiz va shunaqa ishchilarga 3 mahal ovqat ham qilib beramiz. 2017-yildan beri mana shu yerda ishlab kelmoqdaman. Dastlab yig'uvchi bo'lib ishga kirganman. Hozirda esa mana sifat tekshiruv nazoratchisi bo'lib ishlab kelmoqdaman. Har kungi qiladigan ishimiz mana shu noldan boshlab har bir jarayonni tekshirib, ular kamchiligiga e'tibor berib kelaman. Qadoqlashgacha qarab, sifatiga nazorat qilaman. Bosqichma-bosqich har bir jarayonga qarab boraman. O'zim shu narsalarga qiziqaman. Har bitta terish jarayoniga, detallariga. Shuning uchun o'zim qiziqib shu vaqtgacha ishlab kelaman. Ham uyimga yaqin, bolalarimni oldida. 2013-yil kompaniyaga kelganman. 2 ko'zli gaz plitalar ishlab chiqariladigan sexda oddiy yig'uvchi lavozimidan, keyin gaz plitada, keyin 2017-yil xolodilnik liniyamiz yo'lga qo'yilgandan keyin bu yerda oddiy ishlardan boshlab hozirgi kunga kelib vitrinali sovutkichi bo'limida bo'lim boshlig'i lavozimida ishlab kelyapman. Faoliyatimiz mobaynida erishilgan yutuqlar juda ko'p. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan 5 yil stajga ega bo'lgan ishchi xodimlarni oliy o'quv yurtlarida sirtqi bo'limlarda o'qish imkoniyati yaratildi. Shu baxtga men ham erishdim. 2021-yil Toshkent davlat texnika universitetining talabasiga aylandim. Hozirgi kunda 5-kurs boshliq talabasiman. Bitiruv arafasida turibmiz. O'sha universitetdan olinayotgan bilimlar, bu korxonadan olayotgan amaliy bilimlar hammasi mujassam qilib shu korxonamizning ravnaqiga qo'limdan kelgancha hissa qo'shib olib bormoqdaman. O'qishlarimdagi borishim, kelishim, bu yoqdagi kontrakt to'lovlari hammasi minnatdorchiligimni izhor etib ketishim mumkin. Kompaniyamiz direktori Akmal Shamradovich tomonidan to'liq ta'minlanib berilgan. Men rahmat aytaman. Juda ko'p yordam qilib beradi, yoshlarga juda katta imkoniyat olingan. Biz yoshlar uchun ilm olib, hunar o'rganib, shu oilamizga, ota-onamizga yaxshi sharoit qilib beradigan sharoitlar yaratib bergan shaxs sifatida bemalol ta'riflay olaman bu insonni. Buni aytmaslikda iloji yo'q. Meni o'zi tug'ilib o'sgan viloyatim Jizzax viloyati, G'allorol tumanida yashab o'sganman va mana bu Samarqanddagi bu zavodga kelib, shu ishlash mehnatim mobaynida ishlab olib borish jarayoni vaqtida korxona tomonidan 3 xonali uy bilan va korxona tomonidan ishga kelib ketishim uchun maxsus avtomobil bilan ta'minlanganman. Bundan ortiq rag'batning huquqi bo'lmasa kerak. Ana shunaqa azizlar. Sanferi Samarqanddan dunyoga chiqayotgan milliy brendimiz. Siz bilan O'zmet orqali yana bir milliy brendimizning tarixi hamda kompaniya faoliyati bilan yaqindan tanishdik. Kanalimizga obuna bo'ling, fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. O'zmetning navbatdagi sonida ko'rishguncha.